mashina akalar, srochni topamiz bu mashinachi. Uyim, joyim deydigan akalarimizning mashinaligi bo'ladi. Matiz mashinasini hozir sizlar bilan birgalikda qanaqa navrot qilish kerakligini tako ko'rib chiqamiz. Spark roll, tablo обязательно kerak. Magnitofon apparaturalari полностью yig'ilgan, polik. Ikki men bargacha vashcha mazza qildim. Akalar, chexolga alohida ahamiyat berasizlar. 213 dizaynda AMG sidini taqib qo'yilganga o'xshaydi. Orqada kolonkalarni vashcha serozning, keyin buferlarni ham vashcha serozlar turibdi. Hozir sizlar bilan birgalikda tako bitta mana mana shu muzikadacha bassi eshitib ko'ramiz. Men buni pasaytirmasamchi, hozir mazam qochib qoladi. Nima deyapti? Matiz chokalar ham yorib yuborishadi, navrotli qilish. Mashinamizni takoy sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bunaqa serozli mashinalarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, podpisatsiya bosib qo'yish ham esingizdan chiqarib qo'ymanglar, akalar. Matiz chokalarga srochni bu videoni jo'natamiz. Like'larni takoy bitta bosmasanglar bo'lmaydi, akalar.